Adliya vazirligi, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman, Madad nodavlat notijorat tashkiloti va Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturining mamlakatimizdagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda O'zbekistonda qonun ustuvorligini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish loyihasi doirasida oilaviy zo'ravonlik to'g'risidagi qonunchilik ijrosining monitoringi mavzusida davra suhbati o'tkazildi. So'nggi yillarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi, davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunlar qabul qilinishi natijasida xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlari kafolatlarini ta'minlash va ularni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish hamda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash bo'yicha kafolatlar tizimi yaratilib, ushbu sohadagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, davlat boshqaruvi mexanizmlari belgilab berildi. Biz bugun gender tengligi va huquqlari poymol bo'lishidan aziyat chekuvchi ayollar haqida gaplashdik. Bilasizmi, bu hozirgi davrning muhim mavzularidan biri. Xalqaro xotin-qizlar kuni yaqinlashayotgan paytda nafaqat ularni tabriklash, balki muammolariga yechimlar izlash borasida ham fikr almashdik. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo hamjamiyati e'tibor qaratishi lozim bo'lgan masalalardan biri. 2000 ga yaqin sud ishlarini o'rganish jarayonida o'tkazilgan monitoring natijalari gender masalalari bilan bog'liq ko'plab muammolar mavjud ekanligini ko'rsatdi. Bugungi tadbir aynan o'sha ayollarni hayotda bir ijtimoiy himoya og'ir ahvolga tushib qolgan ayollar yoki zo'ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarni, demak, o'sha ularni shu holatlari bo'yicha sudlar tomonidan ko'rib chiqilgan, demak, sud qarorlarining tahlili natijasi bo'yicha bugungi demak davra suhbatida shu tahlil natijalari muhokama qilindi. Bugungi kunda shu xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq, ularni aytaylik tazyiqqa yoki zo'ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarimizni huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq qonunchiligimizda ham ancha demak o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni shu aynan shunday holatga tushib qolgan ayollarning huquqlarini himoya qilish borasida qonun hujjatlarimiz mustahkamlanyapti. Yanada bu jarayonga bevosita mana davlat organlaridan tashqari nodavlat tashkilotlari ham aynan shu jarayonni tahlil qilishga kirishdi mana. Bu juda muhim. Sababi nodavlat tashkiloti bu obyektiv bir qarashga ega bo'ladi, obyektiv bir munosabatda bo'ladi, obyektiv bir yondashuvda bo'ladi. Ana shunaqa bir muhim jihatlari demak bugungi shu davra suhbatida tahlil qilindi, munosabatlar bildirildi, taklif va tavsiyalar bildirildi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarning amaliyotga tatbiq etilishini o'rganish hamda davlat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro samarali hamkorligini yo'lga qo'yish maqsadida Madad nodavlat notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda jamoatchilik monitoringi o'tkazildi. Jamoatchilik monitoringi davomida oilaviy maishiy zo'ravonlik turkumiga oid 2000 ga yaqin ishlar bo'yicha sud hujjatlari tahlil qilindi va bir qator takliflar ishlab chiqildi. Davra suhbati doirasida o'tkazilgan jamoatchilik monitoringi natijasida tayyorlangan tahliliy ma'lumotlarning taqdimoti o'tkazildi.